Do'stlar, bugun men o'zimga sport fitanalarini oldim. Ana endi bosamiz tirnovkalar. To'g'risi tirnovkalardan keyin hamma joyim og'rib, tanada baribir vitaminizasiyalar yetishmagan bu juda yomon narsa-da. Uni sportchilar biladi, juda qiynaladi odam bor. Kechqurun yotishda, misol kuniga 2 mahal tirnovka qilgandan keyin konkretniy vitaminizasiya kerak. Birinchi marta vitaminizasiya oldim. To'g'risi borki, juda xursandman, juda ham xursandman. To'g'risi ko'rsatmayapman. Endi hamma narsasini ko'rsatsam, muzdiyal hamma narsa oldim. Oldim, pulim yetmasdi, hozir oldim xullas. Xullas oldim. Xursandman borki. Xudo xohlasa zo'r bo'lay inshaalloh. Zo'r natijalar qilaman. Zo'r natijalar qilaman. To'g'ri, meni yomon ko'rar ba'zi birlar. Men oddiy xalqdan chiqqanman, qorin ochligi bilan kurashayotgan yigitman. Iltimos, meni kechiringlar ba'zi bir xatolarim uchun. Men yurtimiz bayrog'ini ko'tarishni xohlayman.